Yulduz Usmonovani 9-may kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tadigan konsert dasturi bekor qilingan. Bunga esa Nyu-York shtati deputati Mixail Navakov chaqiriq bilan chiqib sabab bo'lgan. Deputatga ko'ra, Yulduz Usmonova Alloh taolodan yahudiylar boshiga turli kulfatlar yog'ilishini va ularning boshlariga tushayotgan dahshatlar ularning keyingi avlodlarining ham boshlariga tushishini ta'kidlagani aytiladi va ayni shu asosda Yulduz Usmonovani antisemitistik va ba'zi bir bannerlarda esa natsist deb atashgan. Antisemitizm, semitlarga qarshi degan tushuncha afsuski dunyo bo'ylab hozirda juda noto'g'ri talqin qilinadi va faqatgina yahudiylarga qarshi bo'lgan insonlar uchun foydalaniladi. Lekin aslida semitlar deganda Janubiy G'arbiy Osiyo, ya'ni hozirgi Quddus atrofi hududlarida yashagan 3 tilda, Hebrew, ya'ni yahudiy tilida, arab tilida va aramaik tilida gaplashgan insonlar semitlar deb ataladi. Bundan tashqari aynan o'zbekistonlik bo'lgan yahudiylar va xususan Nargiz Zokirova ham ushbu chaqiriqlarni qo'llab-quvvatlagani ko'ringan. Ayni shu kabi chiqish va qarshiliklardan so'ng Yulduz Usmonova alohida video e'lon qilib 9-mayda Nyu-Yorkda o'tkazilishi rejalashtirilgan konsert dasturi bekor qilinganini e'lon qilgan va o'z muxlislariga minnatdorchilik bildirgan holatda, balki bu safar bo'lmasa, yaqin kelajakda albatta ko'rishamiz degan hamda Falastinga birdamlik izhor qilgan. Ana endi biroz mulohaza. Yulduz Usmonova butun boshli yahudiylar haqida gapirganmi yoki aynan Falastinda qirg'in olib borayotgan, hozirda Livan hududlariga o'tgan sionistlar haqida gapirganmi degan savol o'rtaga chiqadi. Ayni shu o'rinda aytib o'tish kerakki, barcha yahudiylar sionistlar emas. Chunki juda ko'plab Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa davlatlarda yashovchi yahudiylar Falastin davlatini qo'llab-quvvatlashadi. Isroilning okkupatsiyasi, apartheid tuzumi, G'azodagi, g'arbiy sohildagi qirg'inlarga qarshi borishadi va Falastinni davlat sifatida ko'rishni ular ham xuddi biz musulmonlardek xohlashadi. Va oxir-oqibatda shu asosda tinchlik bo'lishi tarafdori ekanligini eslatib o'tishim kerak. Chunki Usmonova hozir Falastinni qo'llab-quvvatlagan holda sionistlarga qarshi chiqib o'z fikrlarini bildirganligi uchungina Nyu-Yorkka kiritilmasligi va unga qarshi kampaniya boshlandi. Ammo ayni shu o'rinda taqqoslash uchun aytib o'tish kerakki, 2023-yildan buyon 2,5 yil ichida G'azo hududida 70-75 mingdan ortiq oddiy aholini, 10 minglab bolalarni hayotini olgan Isroil bosh vaziri Netanyahu, undan tashqari Isroil ichki xavfsizlik vaziri Ben-Gvir Nyu-Yorkka tashrif buyurishi mumkin ekan-ku, ular uchun Nyu-York eshiklari ochiq ekan-ku, lekin Usmonova ikki og'iz o'zining shaxsiy fikrini bildirganligi uchun Nyu-Yorkka kirishi taqiqlanar ekan. Meni qiziqtirayotgan narsa esa ayni shu Usmonovaga qarshi boshlangan kampaniya boshida turganlar Netanyahu va Ben-Gvir Nyu-Yorkka tashrifi chog'ida ham xuddi shu kabi kampaniyalar olib borib, insoniyatga qarshi jinoyatlar, xalqaro sud, Birlashgan Millatlar Tashkiloti sudi va bir nechta rezolyutsiyalar asosida ularning sanksiyalarga tushishi va urush jinoyatlari sodir etgan insonlarning Nyu-Yorkka kirishlariga qarshi ham xuddi shu kabi kampaniyalar uyushtirishganmikin yoki yahudiyning hayoti musulmonning hayotidan ustunmi?